Assalomu alaykum hammaga. Kriptovalyuta bozorini har doimgidek tahlillarimizni davom ettiramiz. Bozor yaxshi ko'tarildi. Bundan oldingi haftamiz yaxshi yopilib berdi. Kutganimdek yaxshi yopildi. Bu biz uchun zo'r degani. Endi mana bu joyda bizda bilasizlar, lokalniy resistance aniqlarimiz bor. Resistance hududlarimiz turibdi bu yoqda. Buni da ko'rinmagan qilib qo'yamiz. Ya'ni o'zida ko'rishimiz uchun. Nima holatlar? Mana bu kanalimizdan zo'r retest olib qaytdi, zo'r reaksiya berdi shu holatimiz. Biz kirgan ham shu 80 ming atrofida edi. Bir 5-6%, 7% foydada turibdi ekan. O'tgan safar aytdik, qolganida demak bu yoqga qo'yganmiz, esinglarda bo'lsa. Haftalik xudo xolasa yomon emas. Bu haftamiz ham mana shu joylarga yetib olsak, 91 larga, xudo xolasa keyingisi tortib ketadigan umiddamiz. Xo'p, kunliga oylikni ham ko'rib qo'yaylik. Oylik holatlar qanaqa. Trendimiz buzilmadi. Bu anaqamiz saqlanib qolgan. Kanalimiz saqlanib qolgan. Oylik ham yomon emas. Aytganimizda 91 larga o'tib olishimiz oylik shamni yaxshi yopilishiga sabab bo'ladi. Oylik shamimiz yaxshi yopiladigan bo'lsa, bilasizlar, keyingilarni tortib ketadi. Bunga o'ziga yarasha sabablari ham bor ekan, ularni ham sekin-sekin ko'rib chiqamiz. Kunlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, nimalar bor? Kunlik time frame'da xudo xolasa ikkinchi tek profitimizga qarab ketyapti bozor. Mana bu joylarga boshqa 85 olgan paytamiz ham bor edi, 80 da, 100 olganim ham bor. Xullas, mana shu o'rtada yig'ib olganman, o'shalardan keyin chiqib ketish planlarini sekin-sekin boshlaymiz bu ko'tarilishga qarab. Buni mana shu holatda aytdim shekilli. Bunga qaraladi, buni o'shani etapiga qarab turib ishlaymiz bu holatiga. Ko'tarilish bosqichiga qaraymiz, prosesga, ko'lamiga qaraladi. Xullas, shunaqa gaplar Bitcoinda xudo xolasa yomon emas. Ko'tarilishlarimiz bor. Menimcha eplab olsak kerak deb o'ylayman. Bunda mana weight chizib qo'ygandim. Bilasizlar, bu ham ko'tariladigan patron hisoblanadi. Ko'p narsalar beryapti. Divergensiyadan tortib hamma narsa bor edi bu yoqlarda. Mana juda ko'p narsa bor edi. Shuning uchun ko'tarilib bergandi xudo xolasa. Endi bu yoqqa ham o'tib olsak bo'ldi. Shuning uchun hozircha men bo'ldi, uchamiz deyapman. Menga aytgandek, подтверждение, ya'ni tasdiq kerak bo'ladi mana shu atroflarda. Buni gaplashganmiz. S&P'miz zo'r yopildi o'tgan hafta. Mana kunlik shamimiz yaxshi ko'tarilib yopilgandi. Bizga shunaqa harakatimiz kerak bo'ladi. Dahsh ketishimiz uchun. Va uje mana bu hafta ham yaxshi ochilib, yaxshi ketyapti. Shuning uchun ko'tarilish bor bozorda. Bu zo'r. Shuning uchun meni Bitcoin ham ko'tarib beryapti. Endi buni uzoqlashtiradigan bo'lsam, nimalar bor? Tak. 2-3 xil variant bor edi. Men patron tashlab ham ketib bo'lmaydi. Shunisi bor, agar 3-4-5 bo'lsa, 3-4-5 da bu joylari bo'lar ekan. O'tgan safar gaplashuvdik sizlar bilan. Yoqib turaylik. ABC korreksiyamiz to'liq shakllanib bo'lgan. Bu bo'yicha target bu yoq hisoblanadi. Mana ABC korreksiyamiz shakllangan. Mana bunaqa patron bo'lgan bizda. Bunaqasiga patron yasalgan katta. Tush bilan. Ko'ramiz endi bu yog'ini. Men targetim shu. Hech bo'lmaganda mana o'zini yangilash kerak. Bunaqa patronlar odatda chiqib beradi. Chuqur korreksiyadan keyin ko'tarilish bo'ladi. Chunki ancha chuqur korreksiya bo'ldi. Necha foiz? 10% atrofida tushdi shekilli. Shu 10% atrofida tushdi. Bitcoinimiz 30% atrofida tushgan. Haydan olganimizda mana bu joydan 30% atrofida tushibdi, 3 barobar. Endi buni ko'tarilishi ham shunga yarasha bo'ladi. Xo'p, yana nima tahlillar bor? Bunga qaytadigan bo'lsak, likvidность pastga ham yig'ilib qoldi. Shu ozgina cho'chityapti meni. Chunki ezilib chiqqanligi uchun bo'lyapti. 4 soatlik time frame o'tib turib qarasak, o'shani ko'raman, bu joylar turibdi. Lekin 91 da ham menimcha likvidlar yaxshi bo'lsa kerak. Hozir bir oylik o'tib qaraymiz. Da, bor. 97 ekan bu. 91 larda qolmabdi likvid. Qarshilik zona bor. Asosan demak 100 ming atrofida yig'ilgan ekan.
Xo'p, tahlillarga qaytadigan bo'lsak, analitiklar nima deyilyapti? Ular nima deyishyapti? Yana bitta tahlilni ko'rib qoldim. Bu bo'yicha aytayaptiki, biz shunaqa ikkinchi etapidamiz bull marketda. Birinchisini o'tkazib oldik. Mana bu o'sishda aytayapti. Bu o'tgan yili bo'lgani 23-yil, 24-yilga o'tgandagi o'sish. Bunisi bu kuzdagi 24 kuzdagi bo'lgan o'sish, mana bu korreksiyamiz oxirgi 3 oylik korreksiyamizda. Va bu bo'yicha oxirgi etapi, ya'ni ikkinchi stage bo'yicha biz yana ko'tarilishimiz kerak deyilyapti. Bu narsa yaxshi holatda, ko'radigan bo'lsak, kamiga oylikda ham ko'rdinglar, oylik time frame ham yomon emas. Muhimi trendimiz buzilmadi. Bu oyligimiz 90 tepasiga o'tib olsak, martgacha keyin bu yoqqa tortib olsak kerak deb o'ylayman. Shunaqa holatda. Endi ko'radigan bo'lsak, bizda yana nima holatlarimiz bor? Yana bitta tahlilchiga qaraydigan bo'lsak, qanaqadir kamyob bo'lgan signal beryapti deyapti. Ikkita narsa. Bularni hozir ko'radigan bo'lsak, bittasi nima? Bittasi bizda mana bu holat global liquidity deyapti, ya'ni butun dunyo bozorida pul oqimi kirishi, ya'ni bozorda foiz stavkalari tushib, pullarning ko'payishi bozordagi. Bu holat bo'yicha shunaqa tochkaga yetganmiz, ya'ni ko'tarilish ehtimolini ko'rsatyapti va kamiga biznes cycle turibdi. Biznes cycle'da bilasizlar, iqtisodiy sikl hisoblanadi. Iqtisodiyot umuman anaqa bozor tushgandan keyingi ko'tarilishga ham aytiladi bu narsa. Ekonomikada ham bor, biznes cycle deb yuritiladi. Bu har birida bu ham ko'tarilganda, global liquidity ham oshganda, bozor ham ko'tarilgan. Xuddi o'sha narsani biz ham shunaqa holatdamiz. Shu tochkasiga tegib qaytdik degan tahlilni beryapti. Bu ham menimcha yaxshi tahlil. Bu endi uzoq muddatli narsa. Kamiga bu hafta bizda yalpi mahsulot 4-chorak mana kvartallikda o'sishi qanaqa chiqadi? Agar past chiqsa, kutilganda inflyatsiya ham past chiqadi. Mana PIS indekslari turibdi, yillik oyliklari. Bu ham past chiqadigan bo'lsa, yana bozor uchun yaxshi. Hech bo'lmaganda albatta yaxshi bo'ladi bozorga. Shunaqa gaplar tahlillardan. Xo'p, Bitcoin bo'yicha gaplashdik, kunlikda, haftalikda S&P ni ko'rdik. Efir ham yaxshi ketyapti. Efir kriptovalyutasida nima kutilyapti? Birinchi mana bu zonadan qaytib olaylik hozir. Xo'p, mana bu qarshilik zonani yorib o'tishimiz kerak. Necha ekan? 2150 dan o'tib olishimiz kerak. Mana shu hududni yorib o'tganimizdan keyin ko'ramiz. Hozircha mana bu olgan joyimiz bitta 8% foydada. O'tgan safar ham aytdik, bu holatda bizga demak shu joyda yorib o'tish kerak. Keyin mana bu 15% dan sotishimiz mumkin bo'ladi. Yoki ko'ramiz yana. Efirdagi holat yomon emas, yaxshi ko'tarilyapti. Bundan tashqari Layer 0 da qiziqqanlar уже ancha bir 100% oshib ko'tarilib qaytdi bu. Biz orada kichkinagina ishlab oldik, katta ishlamadik, tan olamiz bunda. Endi nima bo'lyapti? Kutishimizni aytdim, ehtiyot bo'lasizlar, korreksiya bo'ladi deganman. Korreksiyamizga qarab tushib kelyapti. Xo'p. Nima qilsak bo'ladi buni endi hozir? Teskari qilaylik grafik. Fibonacci tortamiz endi. Birberna mashg'ulotlar bo'lyapti menda hozir. Korreksiyamiz kelar ekan, mana bu joylargacha kelishi mumkin. Sabr qilib turamiz. Korreksiya bo'lgandan keyin kunlikda yana ursa bo'ladi bu yog'iga. Bu yog'iga ham bitta ishlab olsa bo'ladi ko'tarilishga. S faziga ishlasa bo'ladi bu yog'iga. Hozir E fazi ham shakllangan 5 ta valnada, keyin B, keyin C bo'ladi. Kutganimizdan balandroq bo'ldi bu yoqqacha. 5 ta bo'lganligini hisobiga, shunaqa bo'lishi mumkin. Mana shunaqa gaplar. Bu bo'yicha Solana ham yaxshi ko'tarilib qolibdi. Ham joyda yorib o'tgan ekan. Solana to'g'risi tahlilim yangilaganim ham, mana asos chiqib yotibdi. Buni o'chirib chiqishim kerak. Ko'p narsalarini to'g'rilash kerak qaytadan. Ko'p narsalarni to'g'rilab chiqishim kerak Solanada. Chunki Solanada hozir oxirgi o'sha tushlardan keyin uncha ishlamayotgandik. O'shani hisobiga ham bo'lishi mumkin. Ko'ramiz. Solana bo'lmasa boshqasi.
Endi ko'pchilik ishlashga harakat qiladi. Sust nisbatan. Suviylarimiz ham sekin o'sha holatda. Bu ham sust, yaxshi ko'tarilib bera olmayapti. Divergensiyalardan ham bari tushib ketib qoldi. Arbitrum ham xuddi o'sha narsa. Mana endi ko'tarilyapti arbitrum ham. Yorib o'tib liniyalarimiz endi ko'tarilyapti. Qizaloq o'yinlardan AXBT bo'lish kerak. Da. Mana bu vejni yorib o'tgan. Xo'p. 1 soatlik yaxshi ko'tarilgan. Juda ham zo'r ko'tarilgan. Korreksiya hududiga yaqinlashib qolibdi o'zi. Korreksiya olgandan keyin yana bitta ursa bo'ladi. Endi hozir o'tkazib olganlar buni quvlash foydasi yo'q. Stop loss qo'yish qiynaladi. 20% atrofida. Nima demoqchiman? Korreksiya olgandan keyingi etap mana bu resistensgacha bo'ladi. Bu yo'lga ishlab ketsa bo'ladi. Chunki normal tushib kelgan holatida turibdi. Xuddi o'sha narsa bunda bor edi. Bu yo'lda bugun berdim. Buy 1, buy 2, buy 3 qilib olinyapti. Buy 1 mana bu atrofida edi boya. 0.808 atrofida aytganman. Hozir ko'tariladi ancha. 2-3% ko'tarilibdi. Keyingi buy mana bu lowdagi, keyingisi mana bu oxirgi lowdagi hisoblanadi. Mabodo tushsa deb turib, bu yoqqa keyin atkatda bezbutkaga yopsa bo'ladi. Xo'p, bu bo'yicha 80-100% atrofida olsa bo'ladi, chunki zo'r tushib kelgan. Xuddi kitobdagidaqa kelgan. Juda ham zo'r. O'shaning uchun buni aytyapman anchadan beri. Mantra ham yaxshi holatda turuvdi. Sal buzib qo'yibdi. Buni hozir dars o'tgandim, o'shandagi yozuvlar, uni o'chirib yuboramiz. Tak. Nimalar bo'lyapti? Yaxshi ham shoshmaganim, kunlik ham yopilsin degandim. Bo'lmasa buni signal qilib bermoqchi edim o'zim. Yaxshilab qarasak, mana bu joyni yorib qo'ymaslik kerak bizga. Hatto mana bu joyga kunlik ham tanasi bilan yetib olsin, ko'ramiz. Bu ham hozir mana bu trend liniyamizdan retest olib turibdi. Buzib qo'ymasa bo'ldi. Buzib qo'ymasa yana bitta urib olsak bo'ladi. Bu ham yaxshi yurib bergan kun hisoblanadi. SUZT уже birinchi take profitimizni olib bo'pti. Уже 2 ga ham yaqinlashib qolibdi. Buni ko'p qo'yamiz ekan. Bu coin ham yaxshi, nimaga desanglar, oldin Phantom bo'lgan-ku. Anaqasi yaxshi, nima desam bo'ladi. Yurishi yaxshi. Yaxshi yurib beradi. Yaxshi yurib beradi. Oddiy klassikada urib qo'ysangiz ham zo'r anaqa beradi, effekt beradi, ya'ni. Foydani yaxshi beradigan coinlardan. Volatilnisi baland bo'lgan coinlardan bittasi hisoblanadi. Har doim nimadir bor bunda ham. Ya'ni ishlash uchun imkoniyat doim bunda bo'lib turadi. Menimcha masharang bo'lsa kerak. Keyin adashmasam Cisco'ni aytgandim. Bu ko'tarilib olmayapti. Bu kanalda ichida turgan, olgan narximizdan ichi atrofida, birinchi buy bu atrofida edi, ikkinchi buy bu yoqda edi. Yurmabdi uncha. Arda ham shunaqa vejdan chiqib ketyapti. Nol nisbatan sust, uncha yoqmayapti menga. Shuning uchun buni tahlilda o'zini bergandik. Coinlarda vaziyatlar sekin-sekin shakllanyapti. Ko'rganimizdek, uje altcoinlar ham charchagan. Shu ko'tarilish arafasida yetib kelgan o'zi ko'p coinlar. Arxam nimagadir sust, bu hozir volt coin ekan, Arxam o'taydi. Da, bu endi ko'tarilibdi. Bunda ham o'sha vej shakllangan. Xullas ko'pligidan odam ulgurmaydi. Mashinasi bo'yicha bitta yana bir darslikcha chiqarmoqchi edim. Coinlar ko'p. Ko'pchilik qaysi bitta coin otib o'rgandan keyin ko'radi 100% oshibdi, boshqa bo'pti deydi. Oson bo'lar ekan deydi. Xo'p, buni nima qilsa bo'ladi? Shu bo'yicha ozgina o'zimiz ko'nikmalar, maslahatlar, usullarni ko'rsatib ketamiz. Endi bu anaqa sekretli ingredient emas. Qanchadir miqdorda yordam bo'ladi. Mashinasiga siqilmaydigan bo'lasiz, masalan, o'tib ketib qolsa yoki otib o'radigan bo'lsa, o'shani yo'lini qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz, xudo xolasa. Tahlillarda hozircha bizda shu.
passive VIP gruppamizga video ostida silka bor. O'tib bemalol qo'shilib olsangiz bo'ladi. Arzimagan pulga qilganmiz. Ko'pchiligi manfaatli bo'lishi uchun. Bundan tashqari Dubayda o'zimizni birga ishlaydigan hamkasbimiz ham makro bo'yicha ustozimiz Madina opani darslari boshlanadi. Kripto investor maslahat beraman. Kimdir o'rganmoqchi bo'lsa, ya'ni qo'shimcha sifatida qilmoqchi bo'lsa, ko'rishni maslahat beraman. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Video ostida menimcha link bo'lishi kerak, silka bor, o'tib qiziqib ko'rsanglar bo'ladi. Yana bir narsa, bitta tahlil bor edi, o'shani ko'rsatish esimdan chiqib qolibdi. Xo'p. Hozir mana. Bu nima deydigan bo'lsak, hozir buni tiniqroq qilishga harakat qilaman. O'zi bori shu ekan. Qaranglar. Buni hozir o'zim kuzatadigan tahlilchilardan bittasi hisoblanadi. Bu Crypto. Anchadan beri kuzataman buni ham. Yaxshi narsalar berib turadi. Shuning sizlarga ham ko'rsatay dedim. Tak. Mana. Bu qanaqa tahlil? Demak, bull marketimiz odatda 1064 kun turibdi menimcha. 152 haftani, balki bu o'zini adashmasam nemis bo'lish kerak, o'zining tilida chiqyapti. Nemis tilini tushunmayman. Avstriya yoki germaniyalik bo'lish kerak. Qaranglar, 80% holat o'tib ketdi. Mana 80% o'tib bo'ldi, 20% qolgan, eng zo'r joyi qolgan. Mana bu fazani aytayapti. Bizda ham o'sha 80% o'tib bo'ldi bu safargi bu siklda ham. Yana 20% qoldi degan tahlilni beryapti va bu bo'yicha demak biz nima yana ko'tarilishimiz kerak. S&P da ham demak ko'tarilishga beryapti, ko'ryapsizlar, Bitcoin ham va bundagi tahlil ham o'sha narsani beryapti. Shuning uchun xudo xolasa oldindan menimcha bizni yorug' kunlar kutayotgan bo'lishi mumkin albatta. Shunaqa gaplar tahlillarimizdan. Keyingi qiziqarli tahlillarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.